Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan elektrokardiografiya darslarining 16-mavzusi bo'lgan kombinatsiyalashgan ritm buzilishlari, antiaritmik dori vositalari va ularning qo'llanilishi va aritmiyalarda davolashda Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasining tavsiyalari, ya'ni European Society of Cardiology tashkilotining guidelineslari haqida gaplashamiz. Xo'p, dastlab kombinatsiyalashgan ritm buzilishlari haqida gaplashsak. Kombinatsiyalashgan ritm buzilishlari bir vaqtning o'zida bir-biridan mustaqil holatda yurakning bir necha qismida turli xil ritm buzilishlari kuzatilishi, aynan bitta bemorda. Bu narsa kombinatsiyalashgan ritm buzilishlari deyiladi. Masalan, misol uchun VPV sindromi bilan supraventrikulyar taxikardiyalar, sinus ritm buzilishlari bilan ekstrasistoliyalar, ekstrasistoliyaning o'zi bir necha turlari bir xil vaqtda kuzatilishi yoki ventrikulyar yoki supraventrikulyar birgalikda kuzatilishi mumkin. Yoki taxiaritmiyalarda turli xil turlarining bir vaqtda kuzatilishi yoki bradiy va taxiaritmiya ketma-ket kelishi, ya'ni long short sindromi ko'rganmiz. Sinus tuguni holsizligi sindromining bitta shakli yoki taxiaritmiyalar bilan blokadalar bir vaqtda kuzatilishi, ekstrasistoliyalar bilan blokadalarning bir vaqtda kuzatilishi yoki ventrikulyar aritmiyalarda bir xil vaqtda, masalan, ventrikulyar taxikardiyaning ikkita turi bitta vaqtda kuzatilishi, masalan, bidireksional aritmiyalar bor yoki qorincha ichida ekstrasistoliyaga yoki blokadalarni qorincha taxikardiyasi bilan birga kelishi. Xo'p, amaliyotda eng ko'p uchraydigani demak, atrial fibrillatsiya, ya'ni bo'lmachalardagi fibrillatsiya bilan ventrikulyar ekstrasistoliya, bo'lmachalarda flutter, ya'ni hilpillash bilan atrial ventrikulyar blokada, ya'ni avtotugun blokadalari, sinus tuguni holsizligi sindromi bilan paroksizmal supraventrikulyar taxikardiyalar, VPV bilan atrial fibrillatsiya, ventrikulyar ekstrasistoliya bilan ventrikulyar taxiaritmiyalar kombinatsiyasi eng ko'p kuzatiladigan kombinatsiyalashgan ritm buzilishlari hisoblanadi. Va juda ham kam kuzatiladigan holatlardan bittasi bu parasistoliya. Parasistoliya sinus ritmi saqlanadi, lekin sinus ritmidan tashqari qorincha ritmi yoki atrial ventrikulyar yoki bo'lmacha ichi ritmi birgalikda kuzatiladi sinus ritmi bilan. Ya'ni normal sinus ritmi ham bo'ladi, lekin ma'lum ketma-ketlik bo'yicha yo ventrikulyar ritm yoki atrial ritm yoki AV tugun, ya'ni junctional ritm sinus tuguni bilan birgalikda kuzatiladi sinus ritmi bilan. Bu narsa parasistoliya, ya'ni bir vaqtda o'zida ritm boshqaruvchisi ikkita joyda bo'lishi yurakda. Xo'p, endi masalan bu yerda EKGlarni ko'radigan bo'lsak, birinchi EKGimizda atrial fibrillatsiya, demak, qorinchalarning to'g'ri, ya'ni kontrolga olingan to'g'ri o'tkazuvchan javobi bilan, sababi ritm irregulyar bo'lgani bilan yurak urish soni bu yerda normalniy, ya'ni 60 dan 90 gacha uryapti yuragimiz. Masalan, bu yerda o'rtachasini hisoblasak, endi bu 10 sekundlik ham emas ekan. Uchtasini o'rtachasini hisoblaymiz. Demak, 1 2 3 4 5 6 katta-katta ekan bittasi. Bittasi demak bu yerda 4 katta-katta. Demak 6 4 bu yerda 1 2 3 4 5 katta-katta. Bu yerda 6 7 katta-katta va oxirgisida demak 4 deb olamiz buni ham, 4,5 katta-katta ekan. Endi o'rtachasini hisoblaydigan bo'lsak, 5 ta joyda o'lchadik. 6 4 10 15 15 ga 7ni qo'shsak 22 26 26 ni endi 5 ga bo'lamiz. 26 ni 5 ga bo'lsak, o'rtacha 5 ekan, a? Demak, o'rtacha 5 deylik. Demak, yurakda urish soni 305 ga bo'ladigan bo'lsak, 305 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 60 atrofida uryapti yuragi. Demak, to'g'ri o'tkazuvchan tipdagi atrial fibrillatsiya. Qorinchalar to'g'ri o'tkazuvchan javobi bilan kechyapti. Fibrillatsiya ekanini qayerdan bilyapmiz? Ritm irregulyar, qores kompleksi kengaymagan, aniq bir patischa yo'q. Shundan bilib olsak bo'ladi fibrillatsiya ekanini. Fibrillar to'lqinlar ko'rinmayapti-yu deyishingiz mumkin. Fibrillar to'lqinlar har doim ham ko'rinmaydi. Atrial fibrillatsiyani biz ba'zi vaqtlarda aniqlolmay qolishimiz mumkin. Aynan fibrillar to'lqinlarni qidirib o'tirsak. Aniq bir patischaning yo'qligi, ritm irregulyarligi va qores kompleksini ko'pincha kengaymaganligi atrial fibrillatsiyaning belgisi hisoblanadi. Va patischani haqlagan joyda juda ham kichik voltajda, juda ham kichik amplitudada kuzatilib qolishi, masalan, bu fibrillatsiyaga xos belgi hisoblanadi. Xo'p, keyingi EKGimizda mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, qorinchalarning tez o'tkazuvchan javobi bilan, ya'ni atrial fibrillation with rapid ventricular response, ya'ni qorinchalarning tez o'tkazuvchan javobi bilan atrial fibrillatsiya kuzatilyapti. Ritm irregulyar, qores kompleksi normalniy, kengaymagan, aniq bir patischa yo'q.
ko'rayotgan bo'lsangizlar. Bu demak atrial fibrillatsiya. Keyingimizda atrial fibrillatsiya bilan white qores kompleksi, ya'ni qores kompleksi keng holatda kuzatilyapti. Atrial fibrillatsiya. Ritm irregulyar ko'rayotgan bo'lsangizlar, aniq bir patisha yo'q. Nima uchun qores kompleksi kengaygan deyishingiz mumkin? Bemorda shu blokadalar bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga demak atrial fibrillatsiya bilan qores kompleksi kengayishi kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingimizda atrial fibrillatsiya bilan ventricular pacing, ya'ni kardiak stimulyator qo'yilgan bemorimizga qorincha kardiak stimulyator qo'yilgan ko'rayotgan bo'lsangizlar, qorinchalarda mana oldida mana shu pacing wave, ya'ni shu kardiak stimulyator ritmiga xos bo'lgan tishchamiz bor qores kompleksidan oldin va keyin esa mana oraliqda bir nechta demak normalniy ritmlar bor. Normalniy ritm deganda qores kompleksi kengaymagan oddiy ritmlar bor. Lekin bu ritmlar irregulyar ko'rayotgan bo'lsangizlar, qores kompleksi RR tishchalar oralig'i bir-biridan farqlar ekan mana. RR tishchalar oralig'i bir-biridan 10% dan ko'p farq qilyapti. Irregulyar, aniq bir patisha yo'q. Shundan biz atrial fibrillatsiya bilan shu ventricular pacing birgalikda kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qorinchaga kardiak stimulyator qo'yilganda bemorimizda shu kuchli aritmiyalari bo'lgandir, blokadalari juda kuchli bo'lgandir, shunga demak qorinchaga uje pacemaker qo'yilgan, kardiak stimulyator qo'yilgan. Xo'p, keyingi ekigimizda atrial flutter bilan atrioventrikular blok 2/1 tipdagi o'tkazuvchanlik deyilgan. EKGni ko'ramiz endi. EKGga qaraydigan bo'lsak, bitta qores kompleksi normal. Keyin oraliqda demak oraliqda o'tib ketyapti. Hozir mana. Mana bu yerda. Demak, ko'rayotgan bo'lsak, bitta qores kompleksi normal, keyin bitta qores kompleksidan keyin demak patishamiz mana manfiy ko'rinishda namoyon bo'lyapti. Ora-orada demak 2/1 tipdagi o'tkazuvchanlikka xos bo'lgan ikkita patishadan keyin mana masalan mana bu yerda ikkita patishadan keyin bitta qores kompleksi kuzatilyapti. Endi bu yerda patisha ora-orada masalan qores kompleksiga qo'shilib kelayotganga o'xshab ko'rinayotgani uchun 2/1 ga o'xshamay qolyapti. Lekin bu 2/1 tipdagi o'tkazuvchanlik, ya'ni AV blokada ham bor bemorimizda. Atrioventrikulyar tugun bo'lmacha 2 marta qisqarganda 1 marta qorinchaga impuls o'tkazyapti. Va atrial flutterda qayerdan bilyapmiz? Nima uchun atrial flutter ham bor deyapmiz? Ritm irregulyar arra tishiga o'xshash bo'lib qolgan ko'rayotgan bo'lsangizlar, patishalarimiz arra tishiga o'xshash. Ya'ni atrial flutter bu bo'lmachalarda demak xilpillashi. Xuddiki arra tishiga o'xshagan tishchalar paydo bo'ladi va ritm irregulyar. Shundan ham bilib olsak bo'ladi. Atrial flutter bor ekan bemorimizda AV o'tkazuvchanlik 2/1 tipdagi buzilishi. Ya'ni ikkinchi darajali AV blokada ham bor ekan. Xo'p, endi keyingi ekigimizda atrial fibrillatsiya bilan sinus sindrom, ya'ni sinus tuguni holsizligi sindromi. Haqiqatda ham bemorimizda sinus tuguni holsizligi sindromi, ya'ni orada demak yurakda to'xtab qolishlar bo'lyapti. Bu demak Morgagni-Adams-Stokes sindromi bilan, ya'ni bemor hushdan ketishlari bilan kuzatiladi va kompensator taxikardiya, ya'ni javob reaksiyasi sifatida bu yerda mana bo'lmachalar fibrillatsiyasi kuzatilyapti. Irregulyar ritm, aniq patisha yo'q, fibrillar to'lqinlar ko'ringan ko'rayotgan bo'lsangizlar va ritm irregulyar. Qores kompleksi kengaymagan. Demak, bu bizda atrial fibrillatsiya bilan sinus tuguni holsizligi sindromi birgalikda kuzatilishi. Keyingisi Wolff-Parkinson-White sindromi bilan atrial fibrillatsiya birgalikda kuzatilishi. Xo'p, nimaga bizda qores kompleksi kengaygan deyishingiz mumkin? Atrial fibrillatsiyaligini ritm irregulyarligidan va aniq patish yo'qligidan bilishimiz mumkin. Qores kompleksi kengayganligi bo'lmachada demak bo'lmacha va qorincha orasida bilasizlar anulus fibrozis bo'ladi normal holatda, lekin hozirgi bemorimizda kent tutami mavjudligi uchun, masalan mana shu yerda kent tutami bor deydigan bo'lsak, impuls shu kent tutami orqali o'tib ketyapti. Buni mana shunaqa qilamiz. Impuls mana shu kent tutami orqali qorinchaga bo'lmachadan qorinchaga ham o'tib ketyapti. Shuning uchun bo'lmachadagi tez ritm qorinchada ham namoyon bo'lyapti. Fibrillatsiya hisobiga bo'lmachada bo'layotgan tezlashgan ritm qorinchada ham namoyon bo'lyapti va shuning uchun ham qorincha deyarli 200 ga yaqin uryapti minutiga. Ya'ni qorinchaga juda ham tez impulslar o'tyapti, ya'ni bo'lmacha fibrillatsiyasi hisobiga.
Shuning uchun QRS kompleksi kengaygan. Sabab ko'rayotgan bo'lsangizlar, keng tutamidan impuls aynan qorinchaga kardiomiyotsitlar orqali o'tyapti. Tipik kardiomiyotsitlar, ya'ni gistami yoki bu yoqdagi gistami shoxlari orqali emas, tipik kardiomiyotsitlar orqali o'tyapti. Shuning uchun ham VP bilan atrial fibrillatsiya birga kelgan vaqtda qorincha kompleksi kengayishi mumkin, ya'ni QRS. Sabab kardiomiyotsitlar, tipik kardiomiyotsitlar orqali impuls tarqalsa, bu ko'p vaqt oladi. QRS kompleksi namoyon bo'lishi uchun ko'p vaqt ketib qoladi va u keng shaklda namoyon bo'ladi. Demak, bemorimizda atrial fibrillatsiya bilan VP sindromi birgalikda kelyapti. Kengayganimizda mana ventrikulyar parasistolia. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, sinus ritmi ham mana bu yerda masalan mavjud. Qutishchamiz, ertishchamiz, esishchamiz, patishchamiz mavjud, lekin keyinchalik mana ventrikulyar ritm. Demak, bemorimizda mana bu yerda ikkita ventrikulyar ritm, keyin bitta normal ritm. Даже bu yerda boshqacha qorincha ritmlari ham bor ekan. Уже 3-4 xil ritm bo'lib ketibdi bemorimizda. Bu ventrikulyar parasistolia bir vaqt o'zida bir nechta joydan уже ritm boshqaruvchisi boshqarib yotibdi yurakda. Lekin sinus ritmi ham saqlangan. Ya'ni ora-orada patishcha normalniy, qutishcha normalniy, ertishcha normalniy bo'lgan ritmlar ham orada chiqyapti. Shuni hisobiga biz buni ventrikulyar parasistolia deb nomlasak bo'ladi. Уже defibrillatsiya qilsak yoki antiaritmik dori vositasini bersak, AV blokada chaqiruvchi dorilardan adenozin yoki ATF bersak, ritm tiklanishi mumkin sinusga. Xo'p. Endi mavzumizning eng muhim joylaridan bittasi bo'lgan antiaritmik dori vositalari haqida gaplashsak. Xo'p, antiaritmik dori vositalari turli xil aritmiyalarda shu aritmiyani bartaraf qilish uchun qo'llaniladigan dori vositalari hisoblanadi va biz antiaritmik dori vositalarini 4 ta gruppaga bo'lib o'rganamiz. Dastlab antiaritmik dori vositalarini yaxshi tushunish uchun, demak, yurakda ritm fazalarini bilib olsak. Demak, tinchlik fazasi bo'ladi yurakda, kardiomiyotsitlarda, tipik kardiomiyotsitlarda. Bu 4-faza deyiladi va bunda natriy kaliy AT-faza kanalining ishlashi hisobiga, demak, hujayra ichida kaliy ko'proq, tashqarida natriy ko'proq shaklda hujayra ichi -90 millivolt shaklda saqlab turilardi. Keyin tez natriy kanallari yordamida birinchi 0-faza, ya'ni tez depolarizatsiya fazasi bo'lardi va natriy hujayra ichiga otilib kirgani uchun bizda tez depolarizatsiya fazasi yuzaga kelardi. Bu tez natriy kanallari hisobiga. Keyin esa demak kaliyni demak chiqishi biroz tezlashib bo'lgani uchun bu yerda tez repolarizatsiya bo'lib olardi. Qisqa birinchi faza tez repolarizatsiya bo'lib olardi mana bu yerda. Kaliyni birdaniga tashqariga chiqqanligi hisobiga. Keyin esa kaliyni chiqishi va kalsiy hujayra ichiga kirishi tenglashadi. Bu Yass plato fazasi, ya'ni ikkinchi faza bo'lardi. Va uchinchi faza bu sekin repolarizatsiya fazasi. Bunda sekin kaliy hujayradan tashqariga chiqib turardi. Ya'ni kaliy hujayradan tashqariga chiqib turadi. 4-faza esa yana shu tinchlik potensiali natriy kaliy faza va kalsiy exchanger, natriy kalsiy exchanger kanallari demak hujayra ichidagi hujayra qo'zg'algan vaqtdagi ion o'zgarishlarini normaga qaytarib qo'yardi. Endi bizada antiaritmik dori vositalari 4 ta sinfga bo'linadi. Birinchi sinf antiaritmik dori vositalari bu tez natriy kanallarni bloklovchi dori vositalari hisoblanadi. 3 ta gruppaga bo'linadi. Birinchi sinf dorilar ham 1A, 1B va 1C gruppaga bo'linadi. Bular nima uchun bo'linishini hozir tushuntiraman. Aynan bu ta'sir kuchiga ko'ra bo'linadi. Xo'p, ikkinchi gruppa dori vositalarimiz bizada demak kaliy kanallari blokatorlari hisoblanadi. Demak, kaliy kanallari blokatorlari ikkinchi sinf dorilarimiz bizada shu kaliyning chiqishiga ta'sir qiladi. Xo'p. Keyin 3-gruppa dori vositalarimiz ikkinchi sinfda bu yerga qarab kaliy blokatorlar deb yuribman, uzr. Propranolol, espanol, u beta blokatorlar. Bu aynan ikkinchi sinf antiaritmik dori vositalarimiz beta blokatorlar. Bu bevosita sinus tuguni yoki AV tugunida impuls hosil bo'lishini pasaytiradi. Ya'ni bu shu joydagi beta 1 retseptorlarni bloklashga moslashgan hisoblanadi asosan. Xo'p, demak bu ikkinchi sinfimiz beta blokatorlar, uchinchi sinfimiz esa kaliy kanal blokatorlari. Bu yerdagi kaliyga qarab kaliy blokatorlar deb yuribman. Xo'p, endi 3-sinfimiz demak kaliy blokatorlari u konkretniy kaliy kanallarni aynan kaliyni chiqaruvchi mana bu 3-fazaga ta'sir ko'rsatadigan dori vositalari hisoblanadi. Xo'p, bular shu kaliyning chiqishini pasaytirish orqali
ritm buzuvchilarga ta'sir ko'rsatadi. Buni hozir gaplashamiz. 4-sinf dori vositalari esa demak bu verapamil, diltiazem, ya'ni kalsiy kanallari blokatorlari Yas-Plato fazasiga ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, bundan tashqari yana qo'shimcha dori gruppalari bor. Kaliy xlorid, magneziya, ya'ni magniy sulfat yoki adenozin yoki ATF deymiz yoki karaksan, ya'ni ivabradin va hokazolar bor. Ularni ham darsimizning oxirida gaplashamiz. Demak, asosiy dori antiaritmik dori vositalari 4 ta sinfga bo'linar ekan. Birinchi sinf, ya'ni 0-fazaga tez natriy kanallarining kirishiga, tez natriy kanallarining ishiga ta'sir qilar ekan. Ikkinchi sinfimiz beta blokatorlar, demak yurakka sinus tuguni yoki AV tugunidan shu impulslar chiqishini pasaytirib berar ekan. Shu orqali taxiaritmiyalarda, ya'ni yurakda tezlashgan ritmlarni pasaytirar ekan. 3-sinfimiz kaliy kanallari blokatorlari, demak 3-faza, ya'ni kaliyning chiqadigan sekin repolarizatsiya fazasiga ta'sir qilar ekan. 4-sinfimiz esa Yas-Plato davrida shu kalsiyning kirishini pasaytirishga yordam berar ekan. Xo'p, endi har biri haqida alohida gaplashsak, demak, 1-sinf antiaritmiklar tez natriy kanallarni bloklovchi dorilar edi. Nima uchun bular 3 ta gruppaga bo'lindi? 1A, 1B va 1C ga bo'lindi. Birinchi A gruppamiz o'rta ta'sirli, o'rtacha darajada ta'sir qiladi, ya'ni natriy kanallarni o'rtacha darajada bloklaydi. 1B gruppamiz kuchsiz bloklaydi natriy kanallarni. 3-gruppamiz esa 1C gruppamiz natriy kanallarni juda kuchli bloklaydi. Aynan shunga ko'ra biz buni 3 ta gruppaga bo'ldik. Xo'p, birinchi gruppamizga demak quinidin, prokainamid, dizopiramid yoki boshqa shunga o'xshash dorilar kiradi va bular natriy kanallarni o'rtacha kuchda bloklaydi. Natriy kanallari tez natriy kanallari bloklangani uchun demak tez depolarizatsiya fazasi cho'ziladi. Tez depolarizatsiya fazasi cho'zilganligi uchun bu yoqda PQ segmentimiz demak bizada biroz uzayadi. Ya'ni tez depolarizatsiya fazasi nima bo'lishi ko'proq vaqt oladi. Ba'zi holatlarda qores kompleksi kengayishi va quti interval uzayishi ham mumkin. Xo'p, quti interval uzayishi, ya'ni qorinchalarda qisqarishiga ko'proq vaqt ketadi-da, tez natriy kanallari yaxshi ishlamaganligi uchun. Xo'p, endi quinidin degan dorimiz birinchisi demak 1-2 tabletkadan aynan 200 yoki 400 mg tabletka chiqadi. 1 yoki 2 tabletkadan har 6 soatda ichishga tavsiya qilishim mumkin. Xo'p, asosan shu bo'lmachalarda flutter yoki fibrillatsiya bo'lsa yoki paroksizmal supraventrikulyar taxikardiyalar bo'lsa, doimiy qo'llanilishi mumkin. Sabab birinchi yordam sifatida ko'pincha quinidin ishlatilmaydi. Bu doimiy shaklda pasaytirib turish uchun qo'llaniladi. Xo'p, ortiqcha ichib yuborilsa, demak, qorinchalarda polimorf taxikardiya chaqirishi mumkin, aynan quti uzayib ketganligi uchun yoki qo'shimcha yon ta'sir sifatida diareya chaqirishi ham mumkin. Ya'ni ich ketish chaqirishi mumkin. Bundan qo'rqmaslik kerak, lekin predozirovka qilmaslik kerak, ya'ni ortiqcha dozada bermaslik kerak. Sabab quti uzayib ketsa, shu qorinchalar polimorf taxikardiyalari yoki Torsades de Pointes kelib chiqishi mumkin. Bu juda ham xavfli. Xo'p, keyingisi prokainamid, demak bu 1-2 tabletkadan, bu ham shu 500 yoki 1000 mg tabletkadan chiqadi. Shu birinchi marta qo'llanayotgan bo'lsa 500 dan boshlaysiz, avvaldan qo'llanayotgan bo'lsa уже 1000 mg tabletkasidan berasiz. Birinchi marta qo'llayotgan bo'lsa shu 1 tabletkadan, agarda ko'p vaqtdan beri ichayotgan bo'lsa, даже 2 tabletkadan ham buyurish mumkin. Har 6 soatda ichishga buyuriladi yoki ukol shaklida aynan shu xuruj vaqtida, ya'ni birinchi yordam sifatida natriy xlor bilan infuziya qilish ham mumkin. Xo'p, bu VPV sindromi bilan atrial fibrillatsiya birga kelsa yoki ventrikulyar taxikardiyalar kuzatilgan vaqtida demak qo'llanilishi mumkin. Xo'p, keyingi dorimiz dizopiramid. Dizopiramid ham demak 100 mg tabletkalarda chiqadi. Buni 1 tabletkadan har 6 soatda ichishga buyurish mumkin. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, hammasi 6 soatdan ichishga buyuriladi. Og'iz qurishi, siydik kam chiqishi, ya'ni qon bosimini tushirib, siydik kam chiqishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Atrial flutter va fibrillatsiyada ko'p qo'llaniladi. Paroksizmal supraventrikulyar taxikardiyalarda ham shu bo'lmachalar paroksizmlari yoki AV tugunida reentry taxikardiyalar bo'lsa ham qo'llaniladi. Xo'p, 1B sinf lidokain, mexiletin, fenitain degan dorilarni o'z ichiga oladi va bular natriy kanallarini kuchsiz bloklaydi. Shu EKGda natriy kanallari kuchsiz bloklanganligi uchun quti intervali unchalik o'zgarib ketmaydi. Ba'zan qisqarishi ham mumkin. Qo'rish kompleksi esa o'zgarmaydi. Xo'p, bularda birinchi vakil lidokain. Demak, lidokain ko'pincha shu aritmiya kuzatilgan vaqtda, xurujli aritmiya kuzatilgan vaqtda birinchi yordam sifatida qo'llaniladi, ya'ni doimiy davolash uchun qo'llanilmaydi. Bunda 1-1,5 mg/kg
bolus shaklida, demak, vena ichiga yuborish mumkin yoki natriy xlorga qo'shib, shu 2 milllik ampulasini shu 10 milli yoki 100 millik natriy xlorga qo'shib sekin yuborsa ham bo'ladi. Ya'ni natriy xlor bilan infuziya qilgan yaxshiroq. Birdaniga yuborsa shu asistoliya berib qolishi ham mumkin yon ta'sirlar sifatida uyquchanlik va tremor ham chaqirib qo'yishi mumkin. Yuraklarda spazm chaqirib qo'yishi mumkin. Xo'p, keyingi dorimiz Mexiletin. Mexiletin 200 milligramlik tabletkada chiqadi. Asosan bu surunkali davolash uchun qo'llaniladi. Ya'ni o'tkir davrda birinchi yordam sifatida qo'llanilmaydi. Bunda bir tabletkadan har 8 soatda ichishga tavsiya qilish mumkin. Ya'ni kuniga 3 marta. Xo'p, lidokain, mexiletinlar asosan ventrikulyar taxikardiyalar, shu monomorf, polimorf va hokazo ventrikulyar taxikardiyalarda qo'llaniladi, lekin Tarsadis Step-Oensda yoki polimorf ventrikulyar taxikardiyada ham unchalik effekt bermasligi mumkin, lekin qo'llanilishi mumkin. Qo'llashga chegara yo'q, cheklov yo'q. Tarsadis Step-Oensda sabab magneziya yaxshi ta'sir qiladi, ya'ni magniy sulfat yaxshi ta'sir qiladi. Shuning uchun Tarsadis Step-Oens degan ventrikulyar taxikardiya bo'lsa, bu lidokain, mexiletinni qo'llaganingizdan foyda yo'q. Xo'p, 3-chi gruppasi, aynan 1-sinfda, demak 1C gruppasi bu eng kuchli ta'sir qiladigan, juda kuchli natriy kanalini bloklaydigan dorilar hisoblanadi. Bular flekainid, propofenon, etastizen, etmazen va boshqa dorilarni o'z ichiga oladi. Bular qo'llash kompleksini kengaytirish, qut intervalda uzaytirish va PQ segmentda uzaytirish effektiga ega. Sabab tez natriy kanallarni kuchli bloklagani uchun qorinchalar qisqarish uchun juda ham ko'p vaqt sarf qilinadi. Bunda demak atrial fibrillatsiya, flutter yoki supraventrikulyar taxikardiyalarni barchasida qo'llash mumkin, ammo shu yurakda organik zararlanish bo'lmasligi kerak. Surunkali, o'tkir yoki boshqa yurak yetishmovchiliklari bo'lmasligi kerak. Infarkt bo'layotgan vaqtida yoki o'tkazilgan infarkt bo'lgan bemorlarda qo'llanishi mumkin emas. Yoki shu disfunksiya, o'ng yoki chap qorincha disfunksiyasi bilan kechadigan turli xil yurak patologiyalari, baroklar yoki miopatiyalar, kardiomiopatiyalar, gipertrofiyalar bo'lsa ham даже qo'llash xavfli. Sabab bular natriy kanallarni kuchli bloklagani uchun qorinchalarda qisqarishiga ko'p vaqt ketib, gemodinamika kuchli buzilib, даже to'satdan aritmagan o'lim, ya'ni qorinchalar taxikardiyalari kelib chiqish ehtimoli oshib ketadi. Ya'ni aritmiyani davolayman deb boshqa aritmiya chaqirib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun ham bo'ladi. Faqat alohida atrial fibrillatsiya yoki flutter yoki supraventrikulyar taxikardiya erkin holatda kelsa, yurak kasalliklarisiz shunda qo'llasa bo'ladi. Flekainid, propofenon va etmazen dedik. Flekainid 50 yoki 150 milligramlik tabletkasi bir kapsuladan kuniga 3 marta ichishga tavsiya qilinadi. Keyin etmazen bor. Etmazen 50 yoki 100 milligramlik tabletka kuniga 3 marta ichishga tavsiya qilinadi. Propofenon 150 yoki 300 milligramlik kapsulada chiqadi. Bu ham kuniga 3 martaga ichishga tavsiya qilinadi. Xo'p, Yevropa kardiologlar assotsiatsiyani shu 2019 va 2022-yildagi shu tavsiyalariga asosan shu paroksismal atrial shu fibrillatsiya bo'lsa yoki supraventrikulyar taxikardiyalardan atrioventrikulyar tugun taxikardiyasi, reentry taxikardiyasi yoki ortodromik avertalar bo'lsa, bunda flekainid yoki propofenonni qo'llashni ko'proq tavsiya qiladilar. Xo'p, lekin aytganimizdek, yurakda organik yoki struktur kasalliklar bo'lmasligi kerak. VP bilan atrial fibrillatsiya kuzatadigan bo'lsa, prokainamidni qo'llash mumkin. Xo'p, ventrikulyar aritmiyalarda asosan lidokain va mexiletinni qo'llash tavsiya qilinadi. Xo'p. Endi 2-sinf antiaritmik dori vositalarimiz boya aytganimizdek beta blokatorlar. Demak, beta blokatorlar bizda noselektiv yoki selektiv yoki kardiogen vazodilatator effekti bilan degan turlarga bo'linadi. Xo'p, noselektiv bular aynan beta 1 yoki beta 2 ni tanlamasdan ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham bularda astmada buyruq bo'lmaydi. Noselektiv blokatorlar propranolol, nadolol, timolol deganlari bor. Masalan, antiaritmik effektidan foydalanmoqchimiz, lekin bemorda bronxial astma bor. Bunda biza bularni qo'llab bilmaymiz. Sabab beta 2 retseptlar bilamiz bronxlarda bo'ladi va bronxlarda spazm chaqirib, astma xurujini kuchaytirib yuborishi mumkin. Bizaga asosan beta 1 ga ta'sir qiladigan beta 1 adrenal retseptorlarga ta'sir qiladigan va uni bloklovchi dorilar kerak. Sabab ular aynan sinus tuguni yoki atrioventrikulyar tugunda mavjud bo'lgan beta 1 retseptorlarga ta'sir qilishi va yurakning urushlar sonini kamaytirishi mumkin. Masalan, metoprolol, bisoprolol, esmalol, atenolol ular asosan selektiv, даже carvedilol, nebivolol, labetalollar ham selektiv ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Xo'p, kardiogen vaziyatlar effekti bilan, ya'ni bular qo'llanilgan vaqtda ham yurak urish soni kamayadi, ham yurakdagi kardiogen tomirlar, ya'ni koronar arteriyalar kengayadi va yurakda o'zida qon aylanish yaxshilashib, infarkt xavfi kamayadi. Masalan, karvedinol, nebivolol ko'proq qo'llaniladi, nebilit deb chiqadi yoki labetalol. Xo'p, endi amaliyotda eng ko'p qo'llaniladi metoprolol, shu selektivlaridan 25-50 mg tabletkasi kuniga 2 marta ichishga buyuriladi. Maksimal 200 mg-gacha oshirish mumkin. Surunkali avvaldan masalan qo'llab kelayotgan bo'lsa, 200 mg-gacha oshirish mumkin. Ya'ni 4 marta yoki 25ligidan doji 8 marta ichishgacha tavsiya qilish mumkin. Lekin 25ligidan buyurmaysiz, 8 marta ichish kerak desa, u 8 marta icholmaydi hech bir bemor kunda. Shuning uchun 50 mg tabletkasini kuniga 4 marta ichishga tavsiya qilasiz. Xo'p, bisoprolol 2,5 mg dan to 20 mg-gacha tabletkasi bor. 2,5, 5, 10, 20. Xo'p, buni bemorda qancha vaqtdan beri qo'llanilishiga va ta'siri qay darajada saqlanib qolganligiga qarab buyuraverasiz. Iloji boricha kunda bir tabletkadan ichishga tavsiya qilish kerak, 24 soatda bir marta. Miokard infarktdan keyin profilaktik maqsadda ham qo'llaniladi yoki atrial fibrillatsiya, supraventrikulyar taxikardiyaning turli ko'rinishida, даже birinchi yordam sifatida ham berib ko'rish mumkin. Xo'p, propranolol 10-20 mg tabletkalar bor. Kuniga 3 marta ichishga tavsiya qilinadi. Shu supraventrikulyar taxikardiyalarda shu AVRT yoki AVNRT deymiz yoki bo'lmachalarda paroksimal taxikardiyalar, monomor, polimor yoki atrial fibrillatsiya paroksimal ko'rinishi bo'lsa, bularda qo'llasa bo'ladi. Lekin doimiy ko'rinishda qo'llaniladi. Birinchi yordam sifatida emas. Esmalol 10 mg na millilitr, ya'ni 10 millilitrlik flagonda chiqadi. Demak, 100 mg saqlaydi o'zining tarkibida. Xo'p, esmalol demak, har kilogramga tana vazniga 0,5 mg dan yuborish mumkin yoki 0,2 mg dan natriy xlor bilan infuziya shaklida berish mumkin. Bu asosan birinchi yordam sifatida supraventrikulyar taxikardiyalarda o'tkir davrda, ya'ni xuruj vaqtida yoki tez-tez takrorlanayotgan turli xil supraventrikulyar aritmiyalar, taxiartmiyalarda qo'llash mumkin. Infuziya ko'rinishida. Asosan birinchi yordam sifatida qo'llaniladi, doimiy shaklda qo'llanilmaydi. Atenolol 25 mg tabletkasi kuniga 1 marta ichishga tavsiya qilinadi. Maksimal 100 mg ga chiqarish mumkin, ya'ni 4 ta tabletkaga chiqarish mumkin. Atrial fibrillatsiya bo'lsa yoki miokard infarktidan keyin xuddiki bisoprololga o'xshab profilaktik maqsadda qo'llash mumkin. Karvedinol demak bizada 6,25 yoki 12,5 mg tabletkasi chiqadi va u kuniga maksimal 2 marta ichishgacha buyuriladi. Yurak yetishmovchiligi bo'lsa, ayniqsa juda ham yaxshi samara beradi karvedinol va nebivolol. Xo'p, nebivolol 5 yoki 10 mg tabletkasi kuniga 1 marta ichishga tavsiya qilinadi. Bu atrial fibrillatsiya, yurak yetishmovchiligi bilan kechuvchi boshqa taxiarritmiyalarda juda ham katta effektga ega. Undan tashqari miokard infarktidan keyin profilaktik maqsadda shu yana infarkt qaytalanishini oldini olish uchun juda ham samarali. Sabab bular kardiogen vazodilatator effekti bilan. Ya'ni koronar tomirlarda okkluziya bo'lishini, yana tiqilib qolishni oldini olib beradi-da. Lekin no tarafi bor. Ikkinchi sinf antiaritmik dori vositalar yurak urish sonini kamaytirganligi uchun 60 dan past bo'layotgan bo'lsa, yurak urish soni qo'llanilmaydi hech qachon. Hech bir sabab bilan. Xo'p, endi 3-sinf antiaritmik dori vositalarimiz, demak, kaliy kanallari blokatorlari, bu aynan yurakda sekin repolarizatsiya fazasi, ya'ni kaliy sekin chiqib turadigan fazaga, 3-fazaga ta'sir ko'rsatadigan dorilar hisoblanadi. 3-fazaga ta'sir qilganligi uchun, demak, bizada qutiy interval uzayishi mumkin, ya'ni qorinchalar qisqarishiga ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Xo'p, aynan refraktorlik davri ham uzoq davom etadi. Aynan kaliy chiquvchi 3-faza nisbiy refraktorlik fazasi edi, eslangizda bo'lsa, kaliy chiqib, sekin repolarizatsiya bo'lib, hujayralar tinchlik potensialiga qaytishi kerak edi. Agar shu tinchlik potensialiga qaytish kechiksa, hujayra musbatroq bo'lib turganligi uchun tashqaridan impulslar ta'sir qilib, ekstrasistoliyalar yoki boshqa trigger aktivlik bilan bog'liq aritmiyalar kelib chiqish ehtimoli oshadi. Masalan, qorinchalar taxikardiyalar kelib chiqish ehtimoli ham oshadi. Shuning uchun bo'ladi, faqat shifokor nazorati ostida qo'llash kerak iloji boricha. Xo'p, masalan, amiyodaron kaliy kanallarini ba'zi holatlarda natriy kanallari va kalsiy kanallarini kam miqdorda bloklaydi, beta 1 blokatorlik xosisi ham bor. Lekin asosiy effekti kaliy kanallarini bloklash orqali, demak, shu repolarizatsiya fazasiga ta'sir qilish.
Xo'p, kuchli aritmik hisoblanadi. Kuchli antiaritmik vosita hisoblanadi. Atrial fibrillatsiya, atrial flutter yoki ventrikulyar fibrillatsiya va flutterlarda ham даже qo'llash mumkin. VP sindromi, turli xil taxiarritmiya bilan kelsa, bemalol amiodaronni qo'llash mumkin. Birinchi yordam sifatida iloji boricha shu 3 milli ampulada chiqadi, 150 milligram. Buni 10 yoki 20 millimetr glyukoza yoki natriy xlorda eritib, sekin 10-15 minut davomida yuborish kerak. Sabab tez yuborilgan vaqtida даже bradikardiya, asistoliya berib qolishi ham mumkin. Ba'zi vaqtlarda esa shu aritmiyaning og'irlashib ketishiga, tezlashib ketishiga olib kelishi mumkin, kompensator ravishda. Shuning uchun sekin yuborish kerak, iloji boricha suyultirib yuborish kerak. Ya'ni natriy xlor yoki glyukoza bilan. Ko'proq glyukoza bilan suyultirib yuborgan yaxshi. Sabab taxiarritmalarda shu atrial fibrillatsiya bo'lsin, ventrikulyar fibrillatsiya yoki flutter bo'lsin, qon bosimi tushadi. Glyukoza bersangiz, qon bosimi ham ozgina tiklanadi и aritmiya ham pasayadi. Xo'p, amiodarondan tashqari dronedron bor. Amiodaron o'zining tarkibida yod saqlagani uchun yon effekti shu terida turli xil joylarda ko'kimtir dog'lar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni amiodaronni yod saqlaganligi uchun. Dronedron degan dori esa amiodaronga o'xshaydi, bir xil effekti, lekin yod tutmaydi tarkibida. Shuning uchun terida ko'kimtir rangga kirish degan yon effekt yo'q bunda. Bu ham atrial fibrillatsiya va flutterlarda bemalol qo'llansa bo'ladi, lekin tabletka ko'rinishida doimiy ichishga ko'proq dronedron yaxshi amiodarondan ko'ra. Xo'p, ko'pchilik shifokorlar amiodaronni buyurib qo'yadi, endi past dozada tabletka ko'rinishida bu ham bo'ladi, lekin dronedronni qo'llash yaxshiroq amiodaronga nisbatan. Lekin bu dorini hamma vaqt ham topishda imkoni yo'q, shuning uchun amiodaron qo'llaydilar ko'pincha. Xo'p, keyingi dorim satalol. Satalol ham kaliy kanallarni bloklaydi va qisman beta blokatorlik effektiga ham ega. Shu atrial fibrillatsiya yoki flutter, paroksimal supraventrikulyar taxikardiyalar yoki paroksimal ventrikulyar taxikardiyalarda ham, qorinchilar taxikardiyalarida ham yaxshi effekt beradi. Xo'p, bu 80 milligramlik tabletka kuniga 2 marta ichishga buyuriladi asosan. Ya'ni surunkali davolash uchun buyuriladi. Xo'p, dafetilit selektiv kaliy kanallar blokatorlariga kiradi, ya'ni faqat kaliy kanalni bloklaydi, boshqa hech bir effekti yo'q. Bu atrial fibrillatsiya va flutterda juda ham yaxshi effekt beradi. 0.5 milligramlik tabletkasi kuniga 2 marta ichishga buyuriladi. Keyin dafetilitga o'xshash ibutilit bor, bu ham selektiv. Bu ham shu atrial fibrillatsiya va flutterda yaxshi effekt beradi. Inyeksiyon ko'rinishida ham chiqadi и tabletka ko'rinishi ham bor. Asosan inyeksiyon ko'rinishi, demak 1 milligram saqlaydi tarkibida, 10 millilitr bo'lib chiqadi. Sekin yuborish kerak vena ichiga. Xo'p, keyingisi beritilizazilat, demak kaliy kanallari blokatori hisoblanadi. Bu ham selektiv и simpatik mediatorlar chiqishini ham pasaytirib beradi yon effekt sifatida. Ya'ni adrenalin chiqishini ham pasaytirib beradi. Buni asosan og'ir ventrikulyar aritmiyalarda qo'llash tavsiya qilinadi va kam ishlatiladi. Sababi yon effektlari juda ham ko'p. Aritmiyani kuchaytirishi yoki asistoliya berishi ham mumkin. Xo'p, endi 4-sinf antiaritmik dori vositalarimiz kalsiy antagonistlar edi, ya'ni yassi plato davrida kalsiyni hujayra ichiga otilib kirishini pasaytirib beradi. Bu asosan supraventrikulyar taxikardiyada yaxshi samara beradi. Lekin ventrikulyar taxikardiyalarda ham bemalol qo'llasa bo'ladi. Sabab kalsiy o'tkazuvchanligining pasayishi har qanday holatda, demak, yurak urish sonining kamayishiga olib keladi. Qorinchalar bo'lsin yoki supraventrikulyar bo'lsin. Lekin supraventrikulyarda yaxshiroq effekt beradi, sabab yon effekt sifatida verapamil va diltiazem A-vitamin o'tkazuvchanligini pasaytiruvchi dorilar hisoblanadi. Shuning uchun ham supraventrikulyar aritmiyalarda qo'llaydigan bo'lsak, supraventrikulyar aritmiyaning yengillashishiga va shu supraventrikulyar taxiarritmiya qorinchalarda, demak, tez qisqartirishi bo'lib turgan bo'lsa, shuni ham oldini olishga yordam beradi. Xo'p, verapamil birinchi dorimiz paroksimal supraventrikulyar taxikardiyalar, atrial fibrillatsiya yoki flutter yoki avort deymiz, atrioventrikulyar tugunni reentry taxikardiyalarda qo'llash tavsiya qilinadi. Demak, vena ichiga shu 2 ml ampulasi sekin yuborilishi mumkin 5 minut davomida yoki 40-80 milligramlik tabletkasi kuniga 3 marta ichishga tavsiya qilinishi mumkin. Yon effekt sifatida shu ich qotishi, blokada chaqirishi ham mumkin va qon bosimini ham tushiradi. Shuning uchun qon bosimi nazorati kerak. Qon bosimi balandroq bo'ladigan bo'lsa bersa bo'ladi bemalol qo'rqmasdan. Qon bosimi past bo'lsa, 120-180 dan yoki 90-60 dan past bo'lsa, unday vaqtlarda qo'llamagan yaxshiroq. Sabab antiaritmik bo'lish bilan bir vaqt o'zida antigipertenziya dorilarga ham kiradi verapamil. Xo'p, diltiazem keyingisi
Demak, atrial fibrillatsiya, flutter yoki supraventrikulyar tachyardiyalarda barchasida qo'llash mumkin. Asosan tabletka ko'rinishida, demak 30, 90 yoki 120 milligram tabletkasi kuniga 2 marta ichishga yoki 5 millilik ampulasi demak vena ichiga shu xuruj vaqtida 1 marta qo'llashga tavsiya qilinadi. Xo'p, Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasining tavsiyasi, demak supraventrikulyar tachyardiyalarda birinchi o'rinda qilinadigan narsa vagal manyovr. Ya'ni uyqu arteriyasi do'mboqchasini demak massaj yoki ko'zni bosish orqali shu vagal stimulyatsiya qilib ko'riladi boshda. Ya'ni nervus vagus adashgan yerda stimulyatsiya qiladigan bo'lsak, parasimpatik ta'sir hisobiga yurakdagi xuruj pasayishi mumkin. Birinchi o'rinda shuni qilib ko'rish kerak. Ikkinchi o'rinda mavjud bo'lsa adenozin qilish kerak. Adenozin yoki ATF. Shu adenozin bo'lsa 10 milligram 2 milli ampulada chiqadi, ATF bo'lsa 1 milli 10 milligram ampulada chiqadi. Vena ichiga demak sekin yuboriladi. Bu ozgina asistoliya berib oladi. Ya'ni 1-2 sekund asistoliya berib oladi. Aynan shu vaqtda yurak ritmi tiklanib oladi. Asistoliya bergandan keyin yurak qisqarmay turib, boshidan tartib bilan qisqara boshlaydi. Agar u ta'sir qilmagan taqdirda keyin verapamil yoki diltiazemga o'tsa bo'ladi. Xo'p, atrial flutter yoki fibrillatsiya bo'lsa birinchi o'rinda demak beta blokatorlarni qo'llab ko'rish kerak. Agar u ta'sir qilmasa, keyin verapamil yoki diltiazemga o'tsak bo'ladi. Demak, bu Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasining tavsiyalari hisoblanadi. Endi demak, boshqa antiaritmik dorilar ham bor dedik. Boya aytdim. Ba'zi aytayotgan adenozin yoki ATFlarimiz ham qo'shimcha antiaritmik dorilarga kiradi. Ya'ni u 4 ta antiaritmik dorilar gruppasiga kirmaydi. Xo'p, bu aynan AV tugunda 10 sekundga yaqin blokada chaqirish xossasiga ega adenozin yoki ATF. Shuning uchun ham supraventrikulyar tachyardiyalarda juda ham yaxshi effekt beradi. 2-3 martagacha takrorlash mumkin har 5 minutda. Xo'p, keyingisi bu yurak glikozidlaridan digoksin yurak yetishmovchiligi bilan kuzatilayotgan tachyardiyalarda juda ham yaxshi samara beradi. Digoksin demak 0.5 milligramdan ampula ko'rinishida yoki tabletka ko'rinishida bemorga buyurilishi mumkin. Keyingisi kaliy xlorid 40 milligramdan millilitr 10 millilitr ampulada chiqadi. Kaliy xlorni shu gipokalemiyada qo'llasak bo'ladi bemalol. Ayniqsa gipokalemiyaning og'ir darajalarida birinchi yordam kaliy xlorni vena ichiga yuborish. Xo'p, keyingisi digitalis intoksikatsiyasi yoki tarsadis depoins bilan kuzatilayotgan shu ventrikulyar taxikardiyalarda magniy sulfat juda ham yaxshi samara beradi. Lidokain yoki mixlidinlarda o'rniga shu magniy sulfatni qo'llagan yaxshiroq. Defibrillatsiyadan oldin shu tarsadis depoinsga o'xshayotgan bo'lsa yoki digitalis intoksikatsiyasiga o'xshash tog'orasimon TTChlarda ko'rsangizlar, demak magniy sulfatni qo'llab ko'rish kerak. Agar u samara bermasa, keyinchalik defibrillatsiyaga o'tish kerak. Xo'p, atrial fibrillatsiya yoki tachyardiyalarda beta blokatorlar endi bu ikkinchi gruppa antiaritmik dori vositalariga kiradi. Xo'p, atropin keyingi qo'shimcha dorimiz atropin emxalina blokator va bu simptomatik bradikardiyalarda yurak urish sonini tezlashtirishga yordam beradi. Sabab parasimpatik ta'sirni pasaytirib, simpatik ta'sirni faollashishiga olib keladi. Simptomatik bradikardiya bo'lsa va yurak urish soni maksimal 40 dan past bo'lsa, iloji boricha atropin teri ostiga yoki vena ichiga qilinadi. 60 dan 40 gacha bo'lsa teri ostiga qilishni tavsiya qilamiz. Teri ostiga 1 ml inyeksiya qilsangizlar, yurak urish soni juda tezlashib ketmaydi. Asistoliyalarda ham даже atropin adrenalin bilan birgalikda qo'llanilsa, effekti yanada oshadi. Ya'ni adrenalinning effektini ham oshirib beradi. Masalan, bordingiz bemorga, bemorning ko'rinishi agonal holatda bitta ventrikulyar taxikardiya berdi, asistoliya berib yubordi, yuragi to'xtab qoldi. Shunday vaqtda siz sun'iy o'pka yurak reanimatsiyasidan tashqari vena ichiga adrenalin bilan atropinni qo'llasangiz, bu yurak urish urib ketishini yanada tezlashtirib, bemorning hayotini saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Xo'p, keyin izopretanol yon effektlari bor. Endi atropinni bilasizlar, emxalina blokator bo'lgandan keyin qorachiqdagi reaksiyani o'zgarishiga olib kelishi mumkin, siyishni pasayishiga olib kelishi mumkin, so'lak chiqishini pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu yon effektlar hisoblanadi. Xo'p, endi izoproterenol degan dorimiz ham bor. Bu ham shu emxalina blokator, beta retseptlar stimulyatsiyasini oshiradigan dori hisoblanadi. Bu demak 2 ml ampulada chiqadi. Sostavda demak 2 mg izoproterenol saqlaydi. Bu ham simptomatik bradikardiyalarda atropinga o'xshab yoki AV blokatorlarda qo'llaniladi yurak urish sonini oshirish uchun. Xo'p, keyingi dorimiz iobradin yoki karaksan deb chiqadi. Karaksan bu asosan
quvnoq natriy kanallarining blokatori hisoblanadi. Ya'ni e, o'tkazuvchi tizim deymiz, pacemaker hujayralarda quvnoq natriy kanallari demak potensial hosil qilib, harakat potensialini hosil qilib turadi. Aynan shu quvnoq natriy kanallarni bloklovchi dori hisoblanadi iobradin. Xo'p, bu surunkali yurak yetishmovchiligi va stabil stenokardiyalar bo'lsa, sinusli taxikardiya kuzatilayotgan bo'lsa, ana shunday vaqtida qo'llasa bo'ladi. Ya'ni faqat sinusli ritmda qo'llab bilamiz. Sabab bu asosan shu sinus tuguniga xos bo'lgan quvnoq natriy kanallarini bloklashga xos. Bloklash effektiga ega. Aynan shuning uchun ham biz iobradinni faqat sinus ritmi bo'lsagina qo'llaymiz. Sinus ritmi yo'q bo'lsa, patischa aniq ko'rinmasa, hech qachon iobradin qo'llanilmaydi taxikardiyalarda. Xo'p, iobradin agarda sinusli taxikardiya bo'lsa, shu 5 mg kuniga 2 marta ichishga tavsiya qilinadi. Xo'p. Endi Yevropa kardiologlar assotsiatsiyasi faqat dori emas, doridan tashqari antiaritmik yordamlar ham bor, bilasizlar. Aynan shuning uchun ham supraventrikulyar taxikardiyalarda o'tkir, ya'ni birinchi yordam sifatida qilinadigan va surunkali lecheniya taktikasini alohida tavsiya qilib bergan. Xo'p, o'tkir davrda aynan demak, o'tkir davolash supraventrikulyar taxikardiyalarda ikki xil bo'ladi. Demak, agarda quvres kompleksi demak tor bo'lsa taxikardiyalarimizda, bunda demak biza bemorga quyidagicha yordam ko'rsatishimiz mumkin. Birinchidan, agarda bemorda qon aylanishi normalniy bo'lsa, ya'ni gemodinamika o'zgarmagan bo'lsa, bunda birinchi o'rinda vagal manyovr, ya'ni uyqu arteriyasi do'mbog'ini, ya'ni 6-bo'yin o'rtasi sohasini yon tarafdan massaj qilish yoki ko'z qarachig'ini bosib yuborib shu vagal stimulyatsiya qilib ko'rish birinchi o'rinda. Agar u effekt bermaydigan bo'lsa, tor quvres kompleksi bilan kuzatilayotgan supraventrikulyar taxikardiyalarda birinchi o'rinda adenozin qilib ko'rish kerak. 2 ml adenozin yoki 1 ml atefni demak vena ichiga yuborib ko'rish kerak. Agar u ham ta'sir qilmasa yoki beta blokator yoki verapamil diltiazin bilan demak ritmni sinusli ritmga tiklashga harakat qilishimiz kerak. Agar u ham ta'sir qilmasa, oxirida demak biza sinxron kardioversiya, ya'ni defibrilyatsiya qilib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, agarda gemodinamika buzilgan bo'lsa, bosh aylanishi, даже ora-orada sinkopal holatlar, hushdan ketishlar bo'lib turgan bo'lsa, supraventrikulyar taxikardiya tor quvres kompleksidan kechayotgan bo'lsa, masalan, oddiygina avort deylik, ya'ni avi tugunni reentri taxikardiyasi hushdan ketish bilan kuzatilayotgan bo'lsa, sirazi уже defibrilyatsiya qilish kerak iloji boricha. Xo'p, endi keyingisi, agarda quvres kompleksi keng supraventrikulyar taxikardiya bo'lsa, masalan, antidinamik averti bor edi. Xo'p, bunda gemodinamika normalniy bo'lsa, ya'ni bemor hushidan ketayotgani yo'q, bosh aylanishi juda kuchli emas. Unday holatlarda vagal manyovr birinchi o'rinda qilinishi kerak. Baribir bu ham pasaytiradi. Agar bu ta'sir qilmasa, shu adenozin yoki atef qilib ko'riladi. Agar bu ham ta'sir qilmasa, prokainamid yoki amiodaron. Sabab quvres kompleksi kengayganligi uchun bunda prokainid yoki amiodaron qilmasak, ya'ni kaliy kanallarni bloklamasak, demak qorinchilar taxikardiyalari kuchayib ketish ehtimoli bor. Va bular ham ta'sir qilmagan vaqtida demak sinxron kardioversiya qilishimiz kerak. Ya'ni defibrilyatsiya qilib ko'rishimiz kerak. Agarda kengaygan quvres kompleksi bilan supraventrikulyar taxikardiya kelayotgan bo'lsa, masalan, shu antidinamik averti kelayotgan bo'lsa va bemorda gemodinamika buzuq, ya'ni уже bosh aylanishi, hushdan ketishlar tez-tez kuzatilyapti. Bunda sirazi demak sinxron kardioversiya qilishimiz kerak. Xo'p, endi bu o'tkir davrdagi davolash. Surunkali davolash qanday bo'ladi? Surunkali davolash, masalan, fokalniy atrial taxikardiya, ya'ni monofokal bitta o'choqli atrial taxikardiya bo'lsa, bunda demak kateter ablatsiya tavsiya qilinadi. Asosiy 100% yechim mana shu bo'lmachalardagi monofokal o'choqli taxikardiya bo'lsa, kateter ablatsiya bunda demak tomirlardan shu kateter yordamida yurakgacha boriladi va yurakdagi ektopik o'choq aniqlanib, shu joy kuydiriladi. Shu joydan boshqa impuls tarqalmasligi uchun. Endi agar masalan doimiy bo'lmasa yoki doim takrorlanadigan bo'lmasa, kateter ablatsiyani o'rniga dori terapiya qo'llash mumkin. Ya'ni juda tez-tez takrorlanmayapti atrial taxikardiya, onda-sonda bo'lyapti va bir martagina xuruj bilan bo'lib qo'ydi deylik masalan. Unda demak dori terapiya qo'llash mumkin. Beta blokatorlar, verapamil, diltiazinlarni qo'llashimiz mumkin. Agar og'irroq bo'lsa, unda propafenonni ham qo'llash mumkin. Lekin iloji boricha verapamil, diltiazin va beta blokator bilan tekshirib ko'rish kerak. Agarda unda ta'sir qilmasa, kateter ablatsiyani
demak, samarali variant deb qarash kerak. Xo'p, agar atrial flutter yoki focal atrial taxikardiya bo'ladigan bo'lsa, bunda simptomatikasi, demak, tez-tez takrorlanmayotgan bo'lsa, demak, bunda biza dori terapiya qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Flekainid, amiadoron yoki o'rniga propofenol, flekainidlarni qilishimiz mumkin. Demak, bu simptomatikasi, demak, tez-tez takrorlanayotgan bo'lmasa, ya'ni xurujli bo'lsa, bitta xuruj vaqtida shu birinchi yordam sifatida bir marta qo'llab qo'yish mumkin buni. Agarda simptomatikasi tez-tez takrorlanayotgan bo'lsa, bunda beta blokator yoki verapamil diltiazem doimiy buyuriladi. Ya'ni surunkali davolash uchun shu bo'lmacha fibrillatsiyasi va fokal neytral taxikardiyalarda doimiy buyuriladi. Bir martalik emas. Xo'p, endi AV tugunda reentry taxikardiya bo'lsa yoki ortodromik, antidromik avertlar bo'ladigan bo'lsa, bunda simptomatika agarda tez-tez takrorlanayotgan bo'lsa, shu kateter ablatsiya qilib yo'qotish kerak iloji boricha ektopik o'choqni. Agar simptomatika tez-tez takrorlanmayotgan bo'lsa, ya'ni bemorda klinik belgilar tez-tez takrorlanib, xurujlar tez-tez takrorlanib turmagan bo'lsa, ya'ni unaqa bo'lmasa, unda beta blokator yoki verapamil diltiazemni doimiy qo'llashga buyurish mumkin yoki birsidan propofenol, flekainidlarni buyurish mumkin, lekin bu iloji boricha kamroq qo'llanishi kerak propofenollar. Sabab birsa gruppani aytdik-a. Demak, bular yurakda organik kasalliklar bo'lsa qo'llab bo'lmaydi juda kuchli bloklaydi natriy kanallarni. Xo'p, endi bu supraventrikulyar taxikardiyalar edi. Endi ventrikulyar taxikardiyalar uchun ham Yevropa kardiologlar assosiatsiyasining tavsiyasi, demak, agarda, demak, bemorimizda shu nima deydi, gemodinamikasiga qaraymiz asosan. Masalan, gemodinamikasi barqaror bo'lsa, ya'ni gemodinamikasi normalniy bo'lsa, klinik belgilariga qaraymiz. Klinik belgilari, demak, bu yerda klinik belgilarga nisbatan aytgan ekan. Demak, klinik belgilari agarda doimiy bo'lmasa, doimiy takrorlanmasa, tez-tez takrorlanib turmagan bo'lsa, unday vaqtida biza, demak, dorili terapiyadan qo'llashimiz mumkin. Ya'ni klinik belgilari doimiy emas, o'zi bir marta kuzatildi. Bir marta kuzatiladigan bo'lsa, shu vaqtida o'zida sirazi yordam berishimiz mumkin yoki dori bilan, ya'ni qorinchilar taxikardiyalar uchun eng ko'p buyuriladigani shu amiadoron buyurish mumkin yoki lidokain yoki mixlitin. Qaysi biri qo'limizda bo'lsa, shuni qo'llaymiz yoki verapamil diltiazemni ham qo'llash mumkin. Demak, ana shu dorilar bilan birinchi yordam ko'rsatishimiz mumkin. Agar u ta'sir qilmaydigan bo'lsa, demak, shu elektrokardioversiya, ya'ni shu defibrillatsiya qilib ko'ramiz. Demak, birinchisida 200 kilojol, keyin yana bir marta 200 kilojol qilib ko'riladi. Shu 5 minut oralig'ida yoki u ham ta'sir qilmasa 360 ga ko'tarib shu defibrillatsiya qilib ko'riladi. Xo'p. Endi agarda klinik belgilar doimiy bo'lsa va tez-tez takrorlanib turgan bo'lsa, qorinchalar aritmiyasi bunda birinchi o'rinda yurak ishemik kasalligi hisobiga, ya'ni infarkt hisobiga bo'lishi mumkin bu narsa. Birinchi o'rinda eng asosiy, eng samarali usul shu erta revaskularizatsiya, ya'ni stent qo'yish yoki AKSH qilib, ya'ni CABG deymiz, coronary artery bypass grafting deyiladi. Xullas, AKSH qilish mumkin yoki boshqa tomirlarga ulash mumkin, sog'lom tomirlarga. Xullas, ana shunaqa qilib tomirlarni ochish kerak iloji boricha. Agar shu revaskularizatsiya qilinadigan bo'lsa, ishemiya yo'qolib, aritmiya xavfi kamayishi mumkin. Agarda gemodinamika buzilgan bo'lsa, bemor hushidan ketgan bo'lsa, tez-tez hushidan ketib yoki bosh aylanishi juda kuchli bo'lib, shunaqa ko'z oldi qorong'ilashib, shunaqa belgilar bo'layotgan bo'lsa, yoki davleniya tashavvur yurgan bo'lsa, qon bosimi tushib ketgan bo'lsa, unda demak, biza sirazi defibrillatsiya qilishimiz kerak yoki ektopik o'choqni aniqlab, kateter ablatsiya qilishimiz kerak sirazi. Keyinchalik esa doimiy, demak, yashash uchun ICD qilinadi, ya'ni implantable cardioverter defibrillator. Bu narsa nima uchun kerak? Bu yurakda bu boshlanayotgan aritmiyani o'zi aniqlaydi va shu aritmiyani o'chog'iga mos ravishda dozadagi shu jo'ldagi, ya'ni kerakli jo'ldagi to'q bilan defibrillatsiya qilib turadi. Ya'ni ventrikulyar fibrillatsiya yoki ventrikulyar taqayotmalarning turli xil turlari boshlanayotgan vaqtida sirazi defibrillatsiya qiladida uni oldini olib qo'yadi. Bu yurakka o'zi o'rnatiladi, avtomatik ishlaydigan narsa. Demak, siz borib defibrillatsiya qilib yurmaysiz. Sabab defibrillatsiya qilishga ulgurmay ham qolasizda. Vizib bersa, masalan, boringki tez yordam chaqirdi deylik. Tez yordam chaqirsa, siz borib defibrillatsiya qila olmay ham qolasiz buni. Ulgurmaysiz.
Shuning uchun avtomatik qo'yib qo'yiladi. Birinchi marta masalan ventrikulyar fibrillyatsiya bo'lsa, keyin tez-tez takrorlanayotgan bo'lsa, gemodinamika buzilgan bo'lsa, уже ECG qilish kerak. Xo'p, qo'shimchasiga antiaritmik dori vositalari ham, masalan, beta blokatorlar, amiyodaron doimiy ichishga buyuriladi. Ayniqsa shu qorinchalardagi bo'lsa, demak, beta blokator, amiyodaron yoki lidokainni qo'llab turish tavsiya qilinadi dorilardan. Lekin qorinchalardagi bo'lsa, bu gemodinamik buzilish aniq bo'lishi va hayot uchun xavfliligi yuqori bo'lgani uchun iloji boricha shu ECD yoki elektrik kardioversiya qilinishi kerak. Va oltin standart eng zo'r yordam early revascularization, ya'ni erta shu tomirlarda revaskularizatsiya qilish yoki stent qo'yish yoki AKSH qilish. Eng zo'r yechim shu. Sabab ventrikulyar taxikardiyalarda eng ko'p sababi birinchi o'rinda demak yurak ishemik kasalliklari. Qaysidir koronar tomiridagi okkluzia. Xo'p, demak, bugun sizlar bilan gaplashishimiz kerak bo'lgan asosiy narsalar shular edi. E'tiboringiz uchun rahmat.